Nursulton aka rahmat aka. Yomon bad deyishga ishonang aka. Kayfiyatim yo'q o'tirdim. Kayfiyatim yo'q qanaqa ani sarosima deydimda, nima bo'lar ekan, nima bo'lmas ekan. Chunki ani bolaning gabarit katta ekan. Trenerim sirasi aytdi, imkon qadar kurashga kirmang. Proxod qilmang, chunki ves katta tagida qolib ketishingiz mumkin. Degani uchun stoyka ham xavfli emas, stoykada zo'r basman aka. Endi iloji grepling qilasiz, kutib nimadirda ehtiyot bo'ling. Tagiga kirmang deb o'shalar o'ylab o'tirganim Nursulton Ro'ziboyev video tashladi, dimaloq video. Assalomu alaykum. Omad aka, omad duodaman, yuzingiz yorug' bo'lsin. Mahkam bo'ling aka, gazini bosing aka. Joninglar sog' bo'lsin. Bo'ldi aka, bu aka men turishgan odamda ham hayajon bo'ladi aka. O'ylamang, gazini bosing aka. Menda ham hayajon bor aka. 100 turishganman. Aka hayajonlanyapman desa, 100 ta bo'y o'tkazgan sportsmenlar ham hayajonlanadi dedi. Bosing dedi.